Qurilish ko'lami kengaygani sari sifat ustidan nazorat ham kuchaymoqda. Bugun Toshkent viloyati bo'ylab qad rostlayotgan har bir bino va inshootning mustahkamligi mutaxassislarning doimiy e'tiborida. Navbatdagi lavha shu haqida. Yangiyo'l shahrida Toshkent viloyati qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida hududiy nazorat qilish inspeksiyasi qoshidagi ko'chma qurilish sinov laboratoriyasi tomonidan navbatdagi amaliy nazorat ishlari olib borildi. Jarayon davomida mutaxassislar bunyodkorlik ishlari ketayotgan obyektlarga tashrif buyurib, qurilish materiallarining sifati hamda belgilangan me'yorlarga muvofiqligini maxsus laboratoriya uskunalari orqali tekshirdilar. Xususan, beton qorishmalari va boshqa qurilish mahsulotlaridan namunalar olinib, ularning mustahkamlik darajasi sinovdan o'tkazildi. Biz Toshkent viloyat qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi inspeksiyasi laboratoriyasi xodimlari Yangiyo'l shahardagi qurilish obyektiga kelib, laboratoriya sinovlarini olib boryapmiz. Sinov jarayonida ustun va to'sinlarimizni ko'ryapmiz va bu tekshiruvdan keyin sinov bayonnomalarini qurilish tashkilotiga taqdim qilamiz. Bu sinov usulimiz betonni joyida mustahkamligini buzmasdan aniqlash usuli hisoblanadi. Ushbu sinovlardan asosiy ko'zlangan maqsad aholining xavfsizligini ta'minlab, sifatli va mustahkam qilib aholiga topshirilishini ta'minlash. Monitoring ishlari davomida obyektlarda xavfsizlik talablari qurilishning loyiha hujjatlariga mosligi ham alohida ko'zdan kechirildi. Mutaxassislar tomonidan aniqlangan kamchiliklar yuzasidan quruvchilarga tegishli tavsiyalar berilib, sifat nazoratini yanada kuchaytirish zarurligi ta'kidlandi. Ushbu amaliy jarayonlar hududda olib borilayotgan qurilish ishlari sifatini oshirish hamda kelgusida xavfsiz va mustahkam inshootlarni barpo etishga xizmat qiladi.